Oilaviy muhit bu ilmiy tadqiqotlar asosida neblagoполучный, ya'ni xotirjamlik bo'lmagan, nosog'lom muhit bo'lgan, ijtimoiy qanaqadir muammoli bo'lgan, kelishmovchiliklar, ichadigan oilalar, otasi onasini uradigan oilalar va hokazo shunaqa vaziyatlarni kuzatib katta bo'lgan bolalarda ruhiy jarohatlardan tashqari, travmatizatsiyadan tashqari aqliy rivojlanish ham, kognitiv rivojlanish ham ortda qoladi. Bu isbotlangan. Ya'ni oilaviy muhit sog'lom bo'lishi, bolani qabul qilish bu muhitda, ota-ona bir-biriga mehr-muhabbatli, garmoniyada yashash, qaynona-qaynota bo'ladigan bo'lsa, ular bilan ham kelishib, til topishib, tinch, hech kimga yashashga xalaqit bermaydi. Faqat bir-biriga yordam berishi mumkin, qo'llab-quvvatlab, qayerdadir bolalarga qarab turish kerak bo'lganda qarashadigan bo'lsa, mana bunaqa sharoitda siz aytgandek baxtli, muvaffaqiyatli, kuchli farzandlar katta bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi.